Assalomu alaykum azizlar, salomatmisiz? Biz hozirgina navbatdagi darsimizga yakun yasadik va bunda bizga yaqindan yordam bergan EduMaster binosi mutasaddilariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishim kerak bo'lgan jihatlar mavjud. Bu nima? Bu EduMaster binosida yaratilgan qulayliklar, professional darajada qilingan dizayn va mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar va umuman bu yerda yaratilgan qulayliklar siz o'tadigan tadbirni, darsni barchasi professional darajada o'tkazishingizga yordam beradi. Shuningdek, bu yerda 50 kishidan 300 kishigacha bo'lgan har xil sig'imdagi xonalar mavjud va eng qulayi shundoqqina Novza masjidi ro'parasida joylashgan EduMaster binosi. Eng quvonarlisi narxlar. Narxlar juda hamyonbop. Keling, ko'ring, o'zingiz guvoh bo'lasiz va barcha yaqinlarimizga EduMaster binosi xizmatidan foydalanishni tavsiya etaman.